Oka sizda trenirovka payti telefonni yig'ishtirib bo'ladi, telefon ayrilmaydi-da. Xarakter chatoq aka. Endi birinchi podxodda bajarilibdi, keyingi mashq nima deydi? Ha, o'zi 3 ta 4 ta bajaraylik, keyin dam olamiz. O'shanda keyingisi bu deb o'zi o'rgataman. Shunday joylashib olmasangiz qulaysiz-da. Bugun bizda gavda mashg'ulotlari shogirdlar bilan xudo xolsa bosamiz. Kuzatib borsangiz foydali ma'lumotlar bo'ladi. Bugun umuman shtangada ishlamaydi, faqat gantellar bajaradi. Birinchi mashg'ulot tik skameykada jim gantel qilamiz. Hop. Jim gantelda keng ochilmaydi. Razorotda keng ochiladi, bunda keng ochmasligi kerak. Gantel gavdaning yoniga tushadi. Keyingi podiumda bo'ladi, bu tiksdan ko'ra qiyinroq. O'shanga tiksda ko'tarib olsangiz sal yengil olasiz. Bu podium bo'lganda gavdaning teva qismiga ko'proq yuklama tushadi. Bunda ham keng ochmaymiz, jim qilamiz. Jim gantel. Keyingi shu podiumda razorot qilamiz. Endi bu razorot yanada qiyin. Bunda ham jim ganteldan ko'ra yengilroq kilani ko'tarish kerak. Qarang. Hop, ochamiz. Tortamiz ashula. Biz gavdaga eshitdik, gavda yuklamani olish kerak. Ashunda. Hop, keyingisi gavdaning o'rta qismiga babchkada ishlaymiz. Gavdani ochamiz. Gavda yukka olish kerak, iloji boricha. Hop. Zo'r aka. Yoshnichi deydi? 45 yil. 45 yosh. Oka 45 yoshga o'shqalim, o'shqamalam yozaveringchi. Atak forma ham zo'r. Biz gavda mashg'ulotlarida ko'pincha yelka ishlaydi, shuning uchun programmani o'zgartirganmiz. Yelkaga ba'zi jim gantel qilamiz. Gantel yelkaning yoniga tushadi. Tirsa orqaga ketib qolmasligi kerak oldiroqda. Tepaga shuni olib chiqamiz. Keyin o'tirgan holatda gantelni yelkaning yoniga. Tirsani yelkagacha olib chiqamiz. Baland ko'tarish shart emas. Qarang, yelka ishlamoqchimiz. Chekana bilan ishlaysiz. Sal ko'zni tashqariga qaratib, yelkagacha olib chiqasiz. Shtanga qayerga chiqishi muhim emas. Ketdi. Xuddi shu holat. Ko'pchilik miyasida shtangani ko'tarishim kerak deb, tirsa to'xtab qolib, qo'liga ishlab qo'yadi. Yelka ishlash uchun o'sha tirsa yelkagacha ko'tarilishi kerak. Ustoz nazoratda ishlash bir boshqa-da. Gavda yelka bomba bo'lib ketdi. Bo'ldi. Trenirovka tugamasa oxirida kardio qilmasa bo'lmaydi. Davay begoga chiqamiz. Yarim soatdan kardio. Har safar kardio qilishni unutmang.